Deepal S05 mashinalarimizni elektrda yuradiganlarini 26 modellari ham chiqdi. Qarshimizda turgan ushbu mashina Deepal S05 bo'lib, S05 ni elektrini 520 ligini 3 ta pozitsiyasi, ya'ni plus, max va ultra pozitsiyalari bor. Undan tashqari 620 km yuradiganini max, ultra va ultra plus degan pozitsiyalari bor. Qarshimizda turgan ushbu mashina bu 620 max hisoblanadi. Hozirgi kunda Xitoyda eng yaxshi sotilib turgan elektromobillardan bittasi bu Deepal S05 ni 520 max bilan 620 max ekan. Qarshimizda turgan mashinani ko'rib turishingiz mumkin. Diskasi mana 20 lik, bu top opsiya hisoblanadi. Bu mashinamizning top opsiyasi faqatgina shu diska hisoblanib, o'zining diskasi 19 lik bo'ladi va boshqacha bo'ladi. Bu 20 lik top opsiya hisoblanadi, ya'ni $500 qo'shilgan hisoblanadi. 520 maximiz Xitoydagi narximiz $15,700 va 620 maximizning narxi Xitoydagi $17,000. Agar sizlar dop opsiyali xohlaydigan bo'lsalaring, ya'ni 20 lik diskali xohlaydigan bo'lsalaring, $500 qo'shiladi va mashinaning narxi 16,300 bo'ladi yoki 620 maximiz $17,500 bo'ladi. Agar qiziqsalaring, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, xarid qilishingiz mumkin.